Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Surxondaryo telekanalining doimiy muxlislari, sizlar bilan Shifo istab ko'rsatuvi orqali ko'rishib turibmiz. Xabaringiz bor, ko'rsatuvimiz davomida biz turli kasalliklarni kelib chiqishi va sabablari xususida mutaxassislarimiz tomonidan kerakli tavsiyalarni teletomoshabinlarimiz tomon ulashib bormoqdamiz. Albatta, bugungi mavzuyimiz ham ko'pchilikni nazaridan chetda qolmaydi degan umiddamiz, chunki bugun ko'rsatuvimizda biz lor mutaxassislikdagi shifokorlarni taklif etganmiz. Ular bugun bolalarda uchrayotgan turli lor a'zolarida uchrayotgan kasalliklar xususida ma'lumotlar berib o'tishadi. Aytib o'tishimiz kerak, viloyatimizda ezgulik manzili aksiyasi doirasida 18 nafar shifokorlar vohamizga tashrif buyurib, viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bepul tibbiy ko'riklarni va jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishmoqda va ushbu aksiya doirasida kelgan malakali mutaxassislarimizni biz ham studiyamizga chorladik. Keling, dastlab bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlarini tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Abdullayev Habibulloh Nusratullayevich, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi. Qolaversa, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi lor bo'limi shifokori Yusupov Sunnatullo Abdumalikovich ko'rsatuvimiz mehmonlari. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yuqorida aynan sizlarni lor mutaxassisligi bo'yicha malakali mutaxassislar deya ta'kidlab o'tdik. O'zi umuman olganda lor inson organizmida lor a'zolari qaysi ekanligi haqida dastlab ma'lumot berib o'tsangiz, ana undan so'ng lor a'zolarida tez uchrab turadigan kasalliklar xususida bahs munozaralarimizda davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli surxondaryoliklar. Endi lor a'zolar deganda birinchi bu burun. Hayot uchun kerakli bo'lgan, husn uchun kerakli bo'lgan bu burun a'zosi, ya'ni nafas a'zosi. Qolaversa hid bilish a'zosi. Undan keyin eshitish a'zosi, muvozanat a'zosi, hayotda kerak bo'ladigan bu quloq. Keyin halqum, ya'ni bizni tilimizda tomoq deymiz yoki angina deymiz, halqum a'zosi. Undan keyin bizni nutqimizda, nafas olishda asosiy vazifani bajaradigan bu hiqildoq. Shu a'zolar lor a'zolariga kiradi. Keling endi dastlab suhbatimizni adenoid bilan davom ettirsak, o'zi adenoid nima? U inson organizmida qanday funksional vazifani bajaradi? Adenoid deb o'zi biz, ya'ni adenoid vegetatsiyasi deyiladi. Bu o'sha halqum murtagini kattalashishi. Ya'ni shu burun bilan halqum o'rtasida joylashgan burun halqum zonasida u yoqda bo'ladi. O'zi normada adenoid bo'lmaydi. Adenoid bu nima? Adenoid bu o'sha 180 ta 200 ta follikullarni kattalashib, yig'ilib bitta bezni hosil qilgan shakli. Normada adenoid bez bo'lmaydi, yedinli bez bo'lmaydi. Misol uchun anginani misol qiladigan bo'lsak, angina bu yedinli, ya'ni u yaxlit bez. Adenoid normada bo'lmaydi. Adenoid shu bolalarda ham yoki bo'lmasa yosh kattalarda ham kuzatilishi mumkin. U o'sha halqum murtagini kattalashishi, shu tez shamollaydigan, tez kasal bo'ladigan, allergik holatlar bo'lishi yoki bo'lmasam avlodda qanaqadir kuzatilish ehtimoli bor. Bu kimdadir ota-onasida bo'lsa, bolalarda ham bo'lishi ehtimoli bor. Shu sabablar oqibatda rivojlanadi. Ko'pincha bu shu og'iz halqum yoki bo'lmasam tomoq deymiz xalq tilida, yoki burun kasalliklaridan keyin ham bu kattalashadi. Chunki burun kasalliklari sinusitlar deymiz, burundagi shamollash, mana xalqda gaymarit deydi. O'sha narsani dimoqqa doim oqib turishi o'sha adenoid kattalashiga yoki bo'lmasa tomoqqa zarar berishi, anginani kattalashiga yoki surunkali tanzilitga olib kelishi mumkin. O'shalar sabab bu rivojlanadi. Adenoidning giperplaziyasi nima vazifani bajaradi? Yoki necha yoshdagi bolalarda ushbu adenoid ko'proq uchraydi? Ish tajribangizdan kelib chiqib. Endi sunnatullarni men qo'shimcha qilsam, endi bu yerda murtaklar deyiladi, murtak bezlari. Burun halqumda, og'iz halqumda joylashgan bo'ladi. Bular ikkita juft va ikkita toq, ya'ni 6 ta. Og'iz halqumda tanglay murtaklari, ikkita til ildizida joylashgan til murtagi, burun halqumda joylashgan halqum murtagi yoki adenoid, kattalashgan adenoid deyiladi xalq tilida va eshituv nayi, ya'ni yesdagi nayi yonida ikkita shu nay murtaklari joylashgan bo'ladi. O'zi bular organizmni himoya a'zolar hisoblanadi.
limfoid to'qimadan iborat bo'lgani uchun ular himoya vazifani bajaradi, ya'ni darvoza, himoya darvozabonlari hisoblanadi. Bular aytganlaridek tez-tez shamollash natijasida ularning funksiyalari kuchayib, ular kattalashadi. Masalan, halqum murtagi kattalashgani biz adenoid desak, ular kattalashgandan keyin burun halqumni yopib qo'yadi. Bu esa o'z navbatida burundan nafas olishni qiyinlashiga olib keladi. Shuning uchun ko'pgina bemorlar shifokorlarga birinchi navbatda burundan nafas olishga qiynalyapti farzandim deydi. Yana bitta narsani aytib qo'ying, adenoidlar kattalarda kamroq bo'lardi. U asosan voyaga yetgandan keyin sekin-sekin so'rilib ketadi. Katta yoshdagilarda ularda bir uchraydi, kam miqdorda uchraydi. Buni uchrashi bular aytganlaridek tez-tez shamollovchi, allergik bolalarda ko'proq uchraydi. Qachon bular operativ, ya'ni jarrohlik amaliyoti o'tkazish kerak, adenoidni olib tashlash kerak. Birinchidan, uni darajalarga bo'lganda 3-darajali adenoidlar bo'ladigan bo'lsa, unda jarrohlik muolajasi o'tkaziladi. Ikkinchidan, eshituv nayini yopib qo'ygandan keyin eshitish pasayadi bemorlarda. Bir xillarda xuddi ota-onasi aytadiki, bolam befarq bo'lib qoldi. Og'zini ochib yuradi, befarq bo'lib qoldi. Bizga gapirsa, yomon eshitgandek bo'lib qoldi. Bunday holatlarda jarrohlik muolajasi o'tkaziladi va yana bir holat, ko'pgina bemorlar adashib urologlarga murojaat qiladi. Tungi enurez deydi. Ya'ni tunda siyib qo'yish. Peshob chiqarib yuborish o'zidan o'zi bemor. Bular ko'pincha urologlarga murojaat qiladi. Ular yaxshi malakali shifokor urologlar bo'ladigan bo'lsa, ular birinchi navbatda otolaringologlar, ya'ni lor shifokorlarga boringlar, bolangizda adenoidi yo'qmikin deb bizlarga yuborishadi. Bunday holatlarda jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Ular o'zi, siz savolingizga yana bitta javob, himoya organlari hisoblanadi, himoya a'zolari. Asosan ular mana shu 6-7 yoshli bolalarda rivojlanadi, kattalashadi. O'sha shamollashga moyil bo'lgan bolalarda. Yuqorida ba'zi klinik belgilarni sanab o'tdingiz, lekin turli kasalliklar, boshqa lor a'zolari kasalliklari yoki yuqorida aytib o'tganingizdek bolaning befarq bo'lishi bu nevrologik kasallik ham bo'lishi mumkin. Aynan mana shu adenoidning asosiy belgilari, kalit belgilari qaysi? Qanday tezroq bilib olsa bo'ladi ota-onalar bolasida mana shu jarayon kechayotganligini va mutaxassisga olib borish kerakligini? Asosiy belgilari bu burundan nafas olishi qiyinligi, bemor og'zi ochiq holda yurishi, og'iz ochiq holda uxlashi, xurrak tortishi va ma'lum bir holatlarda eshitishini pasayishi. Ma'lum bir so'zlarni gapirganda qaytarishga majbur qiladi ota-onasini. Gaplashganda a deydi, ya'ni qaytaring degan ma'noda qaytariladi. Ma'lum bir holatlarda agar erta maktab yoshidagi bolalarda kuzatiladigan bo'lsa, ularda sekin-sekin o'qituvchilar ham buni payqab qolishadi, o'qishi pasayayotganlar. Ya'ni uni aqliy rivojlanish emas, endi o'qish sifatini pasayayotganligi kuzatiladi. Va yana bitta belgilardan biri, adenoidli bolalar asosan manqalanib gapiradi. Dimog'ida gapiradi. So'zlashishida manqalanashadi. Mana o'g'lim manqalanyapti-ya, burnida gapiryapti-ya deydi. Ota-onalar ham shunday shikoyatlar bilan bizga murojaat qilishadi. Endi o'z-o'zidan haqli savol tug'iladi. Teletomoshabinlarimiz ham aynan mana shu savolga qiziqayotgan bo'lsa kerak. Yuqorida aytib o'tdingiz, yosh o'tishi bilan adenoid so'rilib ketishi mumkin deb. So'rilib ketar ekan, uni jarrohlik amaliyoti bilan olib tashlash shartmi? Va qanday vaziyatlarda olib tashlash kerak? Qanday vaziyatlarda umuman shart emas? Keling, mana shu savol javobini ochiqlasak. To'g'ri savol berdingiz. Hozirgi kunda juda ko'p bu shu adenotamiya deydi, shu bolalarda adenoidlar vegetatsiyasi, ya'ni 2-3 darajasi operativ davo juda ko'p eshityapmiz, ko'ryapmiz, tavsiya qilinganlarni. Bu hammada ham podrяд qilish kerak degani emas. Qachonki qilinadi, qachonki bu shu adenoidlar kattalashib, buni bilan nusratilacha aytganda burun halqumda, ya'ni xonalar yopib qo'yganda nafas olishga qiynalyapti. O'sha klinik belgilar rivojlanib bo'ldi. U yo'g'i uni qaytarishga iloji yo'q. O'sha 2-3 darajasi ilmiy jihatdan ham asoslangan, bu operativ davo tavsiya qilinadi. Misol uchun yuz skeletida o'zgarish bo'ladi. Og'zini ochib yotgani hisobiga, og'zini ochib yurgani hisobiga pastki yuqori jag' misol uchun mutanosiblik buziladi. Tishlar qiyshayib boshlaydi.
kechqurungi tungi enurez, ya'ni kechqurun siyib qo'yish holatlari. Yana hozirgi kunda ko'p uchrayapti, biz klinik jihatdan ko'ryapmiz, quloqqa asorat beryapti. Ya'ni o'sha adenoid katta bo'lgan hisobiga shu eshituv nayni to'sib qo'yish hisobiga yoki suyuqlik yig'ilib o'sha yerda eshitish pasayishga olib kelyapti. Yoki bo'lmasam vaqtida davolanmasa o'sha quloqni pardasini teshilib yiring tashqariga oqishi holatlarigacha olib kelyapti. Bu holatda ya'ni klinik ham bemorning holatiga, ham anamnezga, ham laborator va instrumentlar, ya'ni shu rentgen qilib yoki kompyuter yoki endoskopik ko'rib, haqiqatdan ham bu narsani operatsiya qilish hammasini inobatga olib qilinadi. Kelishadi bemorlar, hech qanaqa shikoyati yo'q, misol uchun adenoidi bor, ko'rganimizda aniqlandi. So'raymiz, og'zini ochib yotadimi, siyib qo'yadimi, eshitish pasayganmi? Yo'q. Bunday bemorlarni bemalol operatsiya qilmasa bo'ladi, kuzatsa bo'ladi. Uni operatsiya qilish shart degan joyi yo'q. Demak, buning darajasi bor, a? Darajasi bor va uni klinik holati bor. Ya'ni o'sha klinik holatlar, o'sha asoratlar bera boshladimi, unda operatsiya qilish kerakmi? Chunki 12-14 yoshgacha so'raladi. O'zi organizm himoya kuchi bola yoshi o'tgan sari, kattalashgan sari, immunitet shakllangan sari u so'raladi. Qanday holatlarda umuman so'rilmaydi va kichik yosh davrida ham jarrohlik amaliyotini qo'llashga majbur bo'lyapsizlar? Misol uchun mana ish tajribangizdan misol qilib aytsangiz. Ish tajribamizda misol uchun hozirgi kunda o'sha quloq bilan asoratlar ko'p bo'lyapti. Yoki bo'lmasam bolani psixik emotsional holatida, ya'ni nevrologik holatlarning gipoksiya hisobiga, ya'ni burun bu havoni namlab, ilitib, tozalab, organizmga kislorodni to'yintirib berish vazifasini bajaradi. Bu vazifani bajara olmagandan keyin nevrologik holatlar yoki bo'lmasa bolani maktab yoshidagi bolalarni o'zlashtirishdan orqada qolishi, o'sha holatlar kuzatiladigan bo'lsa, ko'rganimizda rentgenda yoki endoskopda ko'rganimizda katta bo'lsa, bunda obязательно operativ davo tavsiya qilinadi. Endi men qo'shimcha qilishim mumkin. Ko'pincha burundan nafas olish qiyinligi faqatgina adenoid borligiga bog'liq emas. Bundan tashqari burunda yallig'lanish, ya'ni burun bo'shlig'i, burun yondosh bo'shliqlarini yallig'lanishi, sinusitlar deymiz, rinitlar deymiz. Bular ham sabab bo'lishi mumkin. Burun yondosh bo'shliqlaridagi yallig'lanish, yiringli yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, bu yiring halqum, burun halqumga oqib chiqib, halqum murtagini kattalashga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda ham jarrohlik amaliyotiga hech qachon shoshish kerak emas. Birinchi navbatda mana shu sinusit yiringli jarayonni yo'qotganimizdan keyin bu halqum murtagi ham xuddi unga javob berayotgandek sekin-sekin qisqaradi va bemorni qo'shimcha jarrohlik amaliyotidan biz asrab qolamiz. Bu esa o'z navbatida uni psixikasiga katta ta'sir qiladi. Yaxshi ta'sir qiladi deb o'ylayman. Har doim jarrohlik amaliyotdan oldin barcha tekshirishlar, barcha klinik belgilarni biz hisobga olishimiz kerak. Endi ota-onalar orasida ko'pincha shunday gap yuradi. Bizni avlodimizda o'zi xurrak otadiganlar bor, bolam ham shuning uchun xurilyapti shekilli deyshadi yoki aksincha. Masalan, shaxsan men ham o'zim hayotimda shu narsaga guvoh bo'lganman. Katta farzandim kechqurun xurlaydi, kunduzi yaxshi yuradi. Lekin nega xurilayotganini anglay olmayman. Umumiy qon analiz topshirganda esa qonida ezonafillar oshib ketganligini va allergik holatga kechayotganligini anglaganman. Aynan mana shu xurillashni ham o'zi asosiy belgi sifatida aytdingiz. Biz uni qanaqa qilib allergik holat yoki boyagidek xurillash nasliy belgi ekanligini yoki adenoid ekanligini farqlab olsak bo'ladi? Buning uchun mana o'zingiz aytib tursiz allergik holat deb. Bu o'z navbatda faqatgina o'sha halqum murtagiga emas, xurrak otish burun bo'shlig'idagi holatga ham bog'liq. Ya'ni siz aytayotgan allergik holatlarda burun bo'shlig'ining shilliq qavati katta shishadi. Unda chig'anoqlar joylashgan. 3 ta chig'anoq bor: pastki, o'rta, yuqori chig'anoqlar. Ular o'z navbatida ular ham kattalashib, burun bo'shlig'ini yopib qo'yadi. Bemor ham burundan nafas olishga qiyinlashga, ham xurrak otishga shikoyat qiladi. Shuning uchun bunday holatlarda adenoid deb 100% buni jarrohlik muolajasi o'tkazish kerak emas. Hech qachon shoshish kerak emas. Birinchi analizlarda ezonafil ko'p. Yana bitta narsa, bunday holatlarda biz bolalarni glitsni invaziya deymiz. Gijjaga tekshirishimiz shart. 100%.
bular barchasi allergiyaga olib kelishi mumkin organizmda. Ikkinchidan, har xil surunkali kasalliklarga olib kelishi mumkin, olib keladi ham. Agar adabiyotlardan qiziqsangiz, ezinofil faqatgina allergiyada emas, bu gijjalarda ham, glis invaziyalarida ham qonda ezinofillik kuzatiladi. Shuning uchun organizm bu butun, burun alohida, masalan, ichaklar alohida deb ayta olmaymiz. Ular bir-biri bilan bog'liq. Bir-biri bilan uzviy bog'liq. Shuning uchun ham ichaklar, masalan, gijjalar bo'lsa, ham allergiya bo'lsa, birgalikda davolash kerak bo'ladi. Shuning uchun sizning savolingizga javob, burunda allergiya bo'ladigan bo'lsa, xurrak sababi shu bo'lishi mumkin. Demak, albatta pediatrga murojaat qilish, infeksion kasalliklarga ham test topshirib ko'rish shart. Albatta. Endi adenoid va tanzilitning farqli jihatlarini tahlil qilsak. Endi adenoid bu halqum murtagini kattalashgani, yallig'lanishsiz. Tanzilit bu tanglay murtaklarning yallig'lanishi. Ya'ni tanglay murtaklarning yallig'lanishi tanzilit deyiladi. Ko'pincha biza xalq tilimizda angina deymiz. Xalq bizaga tez-tez angina bo'ladi deb murojaat qiladi. Agar bemorda adenoid kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni halqum murtagini kattalashish kuzatiladigan bo'lsa, ular og'iz bilan nafas oladi. Og'iz bilan nafas olgandan keyin og'iz bo'shlig'ida bizda himoya vazifasi yo'q. Og'iz bo'shlig'i kirayotgan sovuq havoni shunday sovuqligicha oladi va ular tanglay murtaklarga ta'sir qilish natijasida ular tez-tez yallig'lanadi. Bundan tashqari, mana hozir xalqimiz aytadiki, bizda og'iz bo'shlig'ida kasalliklar bor, tomog'i tez-tez og'riydi yoki nima deymiz, tishlarni kariyesi deylik, agar xalqimiz tilida karies deydigan bo'lsa, bu ham infeksiya o'chog'i. Ya'ni karioz tishlarda har xil bakteriyalar, gram musbat, gram manfiy, aerob, anaerob bakteriyalar uchraydi. Ular ham infeksiya o'chog'i bo'lgandan keyin shu tanglay murtaklarni tez-tez yallig'lanishga olib keladi. Adenoiddan farqli o'laroq tanzilit bu butun organizmga ta'sir qiladi. Ya'ni surunkali tanzilit bo'lgan bemorda bu asorat sifatida oyoq bo'g'imlarini yallig'lanishiga, ya'ni xalq tilida revmatizm deymiz-ku, bo'g'imlarni yallig'lanishiga, buyraklarni yallig'lanishiga, keyinchalik esa yurak kasalliklariga. Yurak, ya'ni yurakni tug'ma orttirilgan nuqsoniga olib keladi. Ya'ni klapanlarning yetishmovchiligiga. Undan tashqari bosh miyaga ham, markaziy nerv sistemasiga ham ta'sir qilib, tikla, ya'ni bizda miyani qitiqlanishi natijasida bemorda har xil harakatlar kuzatiladi. Masalan, ko'zi pirpiratishi, qo'llarning harakatlari, o'zi istamagan holda deydi bemorlar, bilasizmi? Bu ham miyani qitiqlanishiga kiradi. Bu tomoq og'rig'i emas, bu miyani qitiqlanishi. Tomog'im qichiyapti deydi-ku ba'zilar. Qichiyapti, nimadir turgandek bo'ladi, kalta-kalta yo'taladi. Bular shu tanzilitning ta'siri bo'lishi mumkin. Bu xronический bo'lib ketgan bo'ladi. Surunkali tanzilitning ta'siri. Ya'ni surunkali tanzilit deganimiz tanglay murtaklarda har xil mikroblar, ular qonga tushib, barcha organlarga ta'sir qilish natijasida shunday asoratlar beradi. Endi keling, Sunnatilla Abdumalikovich, og'iz bo'shlig'i, lor a'zolari kasalliklaridan va bolalarda eng ko'p uchrayotganlardan yana biri bu laringit. Aynan nima uchun ba'zida laringit bilan og'rigan bemorlarni bu sharoitda onalarimiz ingalyatsiya bilan davolashga harakat qilishadi, lekin ba'zida bu narsa aks ta'sir qiladi. Battar tomoq yo'lini quritib tashlashga olib keladi. Bu o'zboshimchalik bilan noto'g'ri dori preparatlarni qo'llaganimizdanmi yoki haqiqatdan ham laringitda biz ingalyatsiyadan foydalanmasligimiz kerakmi? O'zi qanday qilib shu laringitni bartaraf qilsa bo'ladi? Laringit bu o'zi infeksion kasallik. Ya'ni bu o'sha hiqildoq qavatini, ya'ni ovoz boylanishli qavatini yallig'lanishi. Bu infeksion, ya'ni laringit bu infeksion holat. Ko'pincha bu infeksion holatni rivojlanishiga sababchi bo'ladi allergik sabablar. Misol uchun shirinlik yeb qo'yishi yoki muzday narsa yeb qo'yish yoki issiq sovuq bo'lib, skvoznoy bo'lib tashqarida qolishi bu sabab bo'ladi. Bu sabab natijasida, ya'ni laringit qanday bilamiz? Bolaning ovozi xiralashi, ya'ni bo'g'ilashadi. Bo'g'ilib qoladi. Yoki bo'g'ilib qoladi, gapirganda do'rillab gapiradi. Bu, ya'ni bemorda holatiga qarab klinik tashxis qo'yiladi. Laringitni bolalarda shunday.
asosan ovozini bo'g'ilishiga qarab tashxis qo'yiladi. Lekin Buni uy sharoitida davolash bu xavfli. Xavfli chunki bu srazi ovoz boylamlarini shishib yopilishi natijasida nafas yetishmovchilikka ham olib kelishi mumkin. Nafas yetishmovchiligiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun buni обязательно buni o'sha infeksionistga, ya'ni laringa sentrda yoki bo'lmasam bunaqa uzoqlik yoki bo'lmasam viloyat darajasidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha mahalliy lor yoki bo'lmasa pediatr shifokoriga обязательно ko'rsatib, birinchi yordam ko'rsatish kerak. Birinchi yordam bu shoshilinch yordam ko'rsatib, bemorda holati stabil bo'lgandan keyin siz aytgandek uy sharoitida qilinadigan dori darmonlarni yoki ingalyatsiyalarni qilsa bo'ladi. Lekin birinchi yordam ko'rsatish kerak, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu xavfli holat hisoblanadi. bizda xalqimizda shunday gap bor. Uy sharoitida shu hammani ham tomog'ini o'zimiz artib qo'yganmiz, bolalarimiz shunaqa katta qilganmiz, tezda tuzaladi. Shartmi shuncha dori olish, shartmi doktorga borish degan gaplarni gohida aytib qolishadi. Lekin mutaxassislar aynan laringiti bor bolalarning tomog'ini artishni tavsiya qilmaydi. Bu esa katta asoratlarga olib kelishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Bu fikringizga men 100% qo'shilaman. Tibbiy nuqtai nazardan ochiqlab bering. Tibbiy nuqtai nazardan masalan kichik bolalarda men Sunnatilla Abdumalikovich so'zlariga qo'shimcha qilsam maylimi? Kichkina yosh bolalarda, ya'ni 5-6 yoshli bolalarda hiqildoqda ma'lum bir shishga moyil to'qima bo'ladi. Ular ozgina shamollasa, gripp o'tqizsa yoki shirinlik yesa, shu yer shishib, ularda o'sha xalq tilida aytgan laringit kelib chiqadi. Shuning uchun bundan tashqari yosh bolalarda, ayniqsa shu 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda hiqildoqni o'ziga xos anatomik tuzilishi bor. Ya'ni hiqildoq usti qopqoq deymiz. Masalan, biz gapirganda u ochiladi, ovqat iste'mol qilayotganda yopiladi. Agar ovqat iste'mol qilayotganda biz gapirsak, qalqiymiz deymiz-ku. Shu hiqildoq usti qopqog'i ochilib ketadi gapirganda, ovqat hiqildog'iga o'tib biz qalqiymiz, yo'talamiz. Shuning uchun yosh bolalarda shu hiqildoq usti qopqog'i yuqoriroq joylashgan bo'ladi. Agar uydagi momolarimizmi yoki kimdir akalarimiz, adalarimizmi onasi tomog'ini artadigan bo'lsa, shu hiqildoq usti qopqog'iga tegib ketib, ovozi, ya'ni hiqildoqni yopilishiga, nafasi bo'g'ilishiga, nafasi siqishga, undan tashqari halqum shilliq qavatini jarohatlashi natijasida u yerda halqum orqa xo'poz, ya'ni halqumda hiqildoqda yiring xo'poz paydo bo'ladi. Bu esa juda hayot uchun xavflidir. Bunga bir necha misolni keltiraman. Endi agar Toshkent viloyati bo'lganda juda bitta bemorim bor edi. Biz uni hayotdan asrab qolganmiz hayotini. Otasi 3 ta bolali otasi, 4-bolasiga onasi homilador. Bizani tez yordam respublika shifoxonasiga chaqirishgan. Otasining bo'yi 2 metr. Endi ko'z oldingizga keltiring, qo'li xuddi payshaxadek. Borsa, bemor og'ir ahvolda, intubatsiyada, reanimatsiyada yotibdi, tomog'i shishgan. So'radik, nima bo'ldi? Otasi aytadiki, bolam uyda konfet yutib, qalqib ketdi, men qo'lim bilan itib ko'ladim dedi. Bir marta ko'ladim dedi, bola 1 yosh 8 oylik. Uni qo'li va og'zini ko'z oldingizga keltiring. Kimniki katta, qo'limi, og'zimi? Qo'lim bilan harakat qildirdim, chiqarib oldim. Lekin 3 kundan keyin bolamni harorati 40 bo'ldi, nafas olishga ko'karib ketib, birinchi yordam intubatsiya qildik. Endi bu bolaning ahvoli juda og'ir edi. Biz birinchi yordam ko'rsatdik, intubatsiya qilindi, keyin o'tda yiringni ochdik. Hiqildog'iga traxeostoma qo'ydik. Ya'ni bu yerda kanyula bilan bola 2 hafta juda qiynaldi, lekin tuzalib ketdi. Ya'ni qizig'i shundaki, otasi nima deydi? Bundan kattasini ham shunaqa qilib qiluvdim deydi. Men aytdim, oyisini qonidini ham shunaqa qilib ko'ring dedim, men sizni sudga beramasam qo'rqib ketdi. O'zi bundan keyin menimcha ikkinchi tegmaydigan bo'ldi shekilli, bolasining ahvoli og'irligidan. Yaqinda mana 1 yil bo'lib qoldi, rasmini yubordi, mana qizingiz katta bo'lib qoldi, yaxshi yugurib yuribdi, rahmat.
yana ayollar tug'ibdi, unga o'g'il tug'ibdi, faqat men tegmayman endi deb so'z berdi. Demak, mana shunday holatlarda birinchi yordam hech qachon Artish og'iz kerak emas. bo'shlig'iga biron narsani olib tashlash uchun ham qo'l tiqish kerak emas. Yo'q. Aksincha uni ichkariga itarib yuborish mumkin. Faqatgina orqadan chiqarib yuborish uchun Yoki jarohat keltirish mumkin og'iz bo'shlig'i, shilliq qavati halqumga va undan keyingi asoratlar juda hayot uchun juda xavflidir. Qo'shimcha qilmoqchiman, mana bizda xalqimiz juda yaxshi ko'radi. Shu tomog'ini kelib doktorda yuvib bering yoki artib bering deydi. haqiqatdan ham Ko'pda bunaqa holat. Imенно laringit bo'lgan bemorlarimizda yuvish yoki artish mumkin emas. Nimagaki bu tibbiyot nuqtai nazaridan bu yoqda innervatsiya deydi, ya'ni nerv innervatsiyasi bor. Ya'ni siz o'zingiz misol uchun shoshib suv ichganingizda qalqib ketganingizda siqib qolganmi hech? Yomon qattiq siqadi. Ana endi o'zi shamollab ishib turgan to'qimani shilliq qavati siz yana artmoqchisiz yoki bo'lmasa yuvmoqchisiz, bola qalqib ketadi. Bu qalqib ketadi yoki bo'lmasa o'sha yerda adashgan nerv o'tadi. Ya'ni o'sha xildoqda innervatsiya qiladigan nerv, uni qitiqlashingiz natijasida yana siz spazmga olib kelishingiz mumkin. Ya'ni nafas yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Bu narsani qilish kerak emas. Endi qilinadi bu yuvish yoki chayish, artish bo'ladi, uni o'zini holati bor. Misol uchun surunkali tanzilit bo'lsa ekan, siz uni yuvib, probkalarni chiqarib tashlasangiz, laringitda yuvish yoki bosish yoki artish mumkin emas. Endi yana qo'shimcha qilsam bo'ladi, boy sizni savolingizga qo'shimcha yana javob ingalyatsiya masalasida. ha, Ingalyatsiya laringitlarda juda yaxshi yordam beradi. Nafas yo'l kasalliklarida yaxshi yordam beradi. Qachonki uni shifokor maslahatdan keyin uni yozib bergan dorilarni qo'llagan holatda har qanday dori bilan ham ingalyatsiya qilib bo'lmaydi. Chunki ma'lum bir dorilar bemorda allergik holat, allergik shokka olib kelishi mumkin. o'rganib qolish holati bo'lmaydimi ingalyatsiya doim qo'llansa? Yo'q, Yo'q, bo'lmaydi. o'rganish bo'lib qolmaydi. Chunki u nafas yo'li tuzalgandan keyin yengillanib ketadi, o'rganish bo'lmaydi. Chunki u ishlatiladigan dori darmonlar bu mahalliy ta'sir qiladi. Ya'ni qonga so'rib sistemga ta'sir qilmaydi. Kam sistemga ta'sir, mahalliy ta'sir qilgani uchun uni o'sha laringit qo'zigan paytda bemalol 3 kundan 5 kungacha ishlatsa bo'ladi. Hamma har xil aytar ekan. Men hamma bilan shuni gaplashib chiqqanman-da, bolalarimda qo'llaganimda birov ishlatmang degan, birov ishlating degan, shunday ikkilanishlar bo'lib qolganda menda. Yo'q, o'sha laringit bo'lsa eng zo'ri masalan. Buni anaqamiz u. Eng men beradigan maslahatim mana shu 5 yoshgacha bolalarga shirinliklarni kamaytirish. Ana shuni so'ramoqchi edim. Yuqorida aytib o'tdilaringiz, bolalarda mana shu og'iz bo'shlig'i kasalliklarini asosiy rivojlanish sababi tomoqqa tushayotgan infeksiya yoki allergiya. Buni sababi esa biz iste'mol qilayotgan mahsulotlarga ham bog'liq. Istaymizmi yo'qmi, bolalar rangli ichimliklar, rangli shirinliklar, turli mahsulotlarni albatta iste'mol qilishni istashadi, xarxasha qilishadi. Ba'zan yashirib qo'ysang ham olib yeyishga harakat qiladi. Biz qanaqa qilib bolani chiniqtirsak bo'ladi? Voz kechtirishning iloji menimcha juda ham kam. Qanday chiniqtirsak bo'ladi bolalarni? Endi bu savolingizga qiyin javob. Chunki ota-ona bermasa ham bizani momolarimiz berishadi. Shuning uchun ularni yaxshi ko'rishadi. Endi beradigan bo'lsak ham oz-ozdan harakat qilish kerak, sifatlisini berish. Har xil siz aytgandek rangli bo'yoqlar qo'shilgan ichimliklar yoki har xil konfetlar, ikkilamchi bozordan keladigan har xil konfetlarni iloji bo'lsa kamaytirish kerak. Endi bir xil hozir har xil kofe saqlovchi, kofein saqlovchi ko'pgina eritmalar bor, suyuqliklar, ya'ni nima deymiz, napitka deymizmi nima? Shularni berish iloji bo'lsa bolalarga kerak emas. Bularni bergandan keyin bolalarda yo'tal bo'ladi. Yo'tal dedi, ota-onalar aytadiki, bolam shamolladi, ko'p shamollaydi, tez-tez yo'taladi, antibiotik berishadi. Yo'talyapti antibiotik. Bu esa bu o'ta infeksiya emas, bu o'ta ko'proq shu shirinlikka allergiya. Organizmning allergik javobi, yo'tal, tomog'ini qichishi va boyigida aytganimizdek laringit kelib chiqishi. Albatta. Laringit kelib chiqishidan asosiy birinchi sabablardan bu shirinlik desak, ikkinchi sababi bu infeksiya. Gripp, ORVdan keluvchi asorat sifatida bo'ladi. Ba'zan kuzatamiz, endi tug'ilgan yangi chaqaloqlarda tug'ma, masalan, xurillash holati bo'ladida, 3 oylik, 4 oylikka borib yo'qolib ketadi.
Buning asosiy sababi nima? Mutaxassislar ba'zida burnining teshigini ochilmaganligi yo chala tug'ilgan bolada bo'ladi. Ba'zida esa vaqtiga yetib tug'ilgan bolalarda ham shu holat kuzatiladi. Buni qanday baholaysizlar? Bu o'z aytib turibsiz, 4 oyligida o'tadigan narsa. Bu o'sha a'zoni funksional hali yetilmaganligi bilan bog'liq, misol uchun bo'lishi mumkin. Mana burun bor, burun yo'llari tor yoki bo'lmasa chanoqlar tez shishga moyil bo'ladi. Yutinish refleksi hali yaxshi bo'lmaydi yoki bo'lmasa buni tug'ma strider deydi. Tibbiyot tilida tug'ma strider deydi. Bu vaqt o'tgan sari sekin a'zo o'zini funksiyasi, ya'ni nerv innervatsiyasi funksiyasini yaxshilanish hisobiga bu sekin o'tadi. Boshqa misolda tushuntiradigan bo'lsam, bola misol uchun yangi tug'ilgan chaqaloq tug'ildi, oyog'i bor, lekin yura olmaydi. Bola vaqt o'tadi, 1 yoshga yaqinlashadi, 1 yoshdan o'tadi, sekin o'sha nerv innervatsiyasi, ya'ni a'zoni funksional jihatdan rivojlanishi, takomillashishi kuzatilgan sari bola o'sha yura boshlaydi. Strider ham xuddi shunaqa, nerv innervatsiyasi funksiyasi yaxshilangan sari bu o'tib ketadi. Uni bir qanaqadir davolash, individualniy bir anavsi yo'q. Agar nafas olishda, nafas yetishmovchiligiga olib keladigan jihati bo'lmasa, bu kuzatiladigan holat. Qo'shimcha qilsam maylimi? Marhamat. Mana shu savolingizga. Ularda burni tor bo'ladi, shuning uchun yo nafas olishga qiynaladi, bu bir. Keyin chaqaloqlarda siz aytgandek 3-4 oylik bolalarda sovuq issiqni qabul qilish markazi yaxshi rivojlanmagan. Shuning uchun men yosh onalarga shuni tavsiya berardimki, bolalarni ob-havoga qarab kiyintiringlar. Juda ham issiq, ham juda sovuq, ham yengil ham kiyintirmanglar. Bu holatlar ham burundan nafas olishni qiyinlashiga, burundagi shilliq qavatishishi, burundan olayotgan nafasi kamayishiga va xirilashiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Endi istaymizmi yo'qmi, bizning organizmimiz tashqi muhit ta'siriga ham bog'liq. Bugungi kunda atmosfera havosining buzilishi, havoda ko'p changlar, infeksiyalarning tarqalishi natijasida ham juda ko'p og'iz bo'shlig'i kasalliklari uchrayapti. Aynan mana shu jarayonlarda shifokor sifatida medikamentos shaklida turli preparatlarni o'zboshimchalik bilan qo'llayotgan ota-onalarga qanday munosabat bildirasiz? Masalan, kimnidir bolasini tomog'i og'ridi, mana shu qo'shnimda shu dorini ichib yaxshi bo'pti, shuni olib ichirsam yaxshi bo'ladi deyshadi. Lekin bilmaydiki, unda balkim laringitdir, faringitdir, tanzilitdir. Hamma bola har xil. To'g'rimi? To'g'ri. Mana shunday jarayonni mutaxassis sifatida qanday tahlil qilib bera olasiz? Endi juda dolzarb muammo bu. Shuning uchun barcha organizmlar individual, barcha bemorlarga individual yondashish kerak. Shuning uchun men bunday ota-onalarga yoki barchaga tavsiya berishim, birinchi navbatda shifokorga murojaat qilinglar. Agar bolalar bo'ladigan bo'lsa, har doim bolalarni gigiyenaga, ya'ni qo'llarni yuvishga tez-tez, og'iz bo'shlig'ini har doim qo'l yuvganda og'iz bo'shlig'ini ham chayishga, ovqatdan oldin, ovqatdan keyin har xil narsalarni og'izga solmaslikka rioya qilishga men tavsiya beraman. Va asosiysi shifokorga birinchi murojaat qilish. Yuqorida adenoid haqida ham gaplashdik. Aynan qanday vaziyatlarda adenoidni konservativ, qanday vaziyatlarda jarrohlik amaliyoti bilan davolash usullari va bugungi kunda zamonaviy tibbiyotda uning o'ziga xos yo'llari haqida fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Adenoidlar vegetatsiyasi, ya'ni kattalashganda, shu halqum murtaki kattalashganda konservativ davolash usullaridir. Biz mana yuqorida hablun usatlash aytib o'tdilar. Burun bo'shlig'idagi shamollash bilan bog'liqlik joyi bormi? Ya'ni shu burunni tez-tez sanatsiya qilib, uy sharoitida yoki bo'lmasa shamollash yoki allergiya qo'zigan paytda burun shilliq qavatida burun bo'shlig'i shillig'ini ko'payishi yoki yiringni ko'payishi o'sha adenoidlar vegetatsiyasiga olib kelishi mumkin bo'lgan narsa deb aytildi. O'sha halqum murtagining kattalashishiga olib keldimi, burunni olib chiqib обязательно yuvish kerak. Ya'ni topiyskiy glukokortikosteroid deydi. Ya'ni o'sha burunda mahalliy ishlatiladigan sprey dorilari, allergiyaga qarshi dorilar, yoki bo'lmasam viyajuvchi xususiyatiga ega, bujmaytiruvchi xususiyatiga ega bo'lgan protargollar ishlatib 1 oy, 2 oy davomida kuzatsa bo'ladi. Hozirgi kunda kamdan kam ishlatiladigan narsa, biz eskidan bor narsa, zo'r narsa, fizioterapiya deymiz.
Yani biz hozir ko'p kasallarda qo'llayamiz fizioterapiyani ahamiyati juda katta bu kasalliklarda adenoidlarni so'rilishiga. Yoki bo'lmasam eskidan ishlatilib kelgan shu bizlardan oldingi ustozlarimiz ham ishlatib kelgan tuzli xonalar. O'sha tuzli xonalar bo'lsa, o'sha tuzli xonalarda 10 kun qatnab yarim soat o'tirib o'sha kuzatsak, bunda tez so'riladi. Konservativ lecheniya qilganimizda onli so'rilib ketish holatlarigacha ko'rganmiz. Endi operativ davo aytganimizda qachonki shu konservativ davo muolajalari ta'sir qilmasa, bemorda klinik holatlar kuzatilsa, o'sha asoratlar bera boshlasa, unda operatsiyaga biz majbur bo'lamiz tavsiya berishga. Laringitdachi bronxoskopiya yoki laparoskopiya qanday vaziyatlarda qo'llaniladi? Bu juda og'ir savol. Nimaga deganingizda, laringit ayniqsa bolalarda o'tkir holatda bu narsani qilish biza tavsiya bermagan bo'lardi. Misol uchun men o'zimni fikrim bu, bundan xabar suratlar hozir o'zlarining fikrlarini aytadilar. Men o'zim shaxsiy fikrim, chunki o'tkir holatda o'zi nafas siqadi, u ovoz yorug'i bolalarda 7-11 mm, kattalarda 11-17 mm. Bu juda kichkina tor soha. Endi uni o'tkir holatda siz yoki bo'lmasa aytganingizda bronxoskopiya emas, bizda laringoskopiya deyiladi. Primoy, neprimoy yoki bo'lmasa video laringoskopiya deymiz. Buni kamerada ko'rish. Unga kichkina bolalarda yo narkoz berishimiz kerak yoki bo'lmasa mahallida sepib ushlab turishimiz kerak. Bola zo'riqqan sari u yana nafasi siqiladi. Buni oldin birinchi yordam ko'rsatib 3 kundan 5 kungacha, 5 kungacha, 7 kungacha davolaymiz. Bu o'zi 1 kun, 2 kunda sirazi ovozlari ochilib yaxshilanishga qarab ketadi. Agar bu oylar davomida shu ovozda bo'g'ilish, xirillash kuzatiladigan bo'lsa, biz unda video laringoskopiya yoki bo'lmasa primoy yoki neprimoy laringoskopiya deb uni tavsiya beramiz. Ya'ni bularga men qo'shimcha qilsam, siz aytayotgan laringit boyagi allergik holat, shamollashlarda kuzatiladi. Laringitni masalan har xil aytilgan boshqa turlari bor. Ya'ni u yerda har xil o'smasimon yoki o'smalar bo'lishi mumkin. Ya'ni papillomatoz deydi. Xildoq papillomatoz. Bunda biz o'tkazgan konservativ davo, ingalyatsiyalar, antibiotiklar, no'shpa masalan, allergiyaga qarshi dorilar yordam bermaydi. Nafas olishda o'zgarishlar kuzatilmaydi. Nafas olish qiyinlashishi davom etaveradi. Ovozda o'zgarishlar davom etaveradi. Bunday holatlarda siz aytgan laringoskopiya o'tkaziladi. Agar u yerda har qandaydir o'smalarmi yoki papillomalar aniqlanadigan bo'lsa, bunday holatlarda jarrohlik muolajasi o'tkaziladi. Endi ko'pincha pediatrlarimiz ham, neonatolog vrachlarimiz ham aytishadi, bolangni tomog'i og'ridimi, albatta qulog'i og'riydi deydi. Bolang ko'p yig'layaptimi, tomog'i og'riganmi, demak qulog'i og'riyapti uni deb aytishadi. Endi mutaxassis sifatida tomog'i sal yallig'langan bolalarni onalar zudlik bilan qanday birinchi parvarishni boshlash kerak? Mana shu qulog'i og'rig'igacha yetib bormasligi uchun. Bu degani bu bolaning anatomik tuzilishiga bog'liq. Yosh bolalarda, ayniqsa ko'krak yoshidagi bolalarda burun bilan halqum, ya'ni biz tomoq deyapsiz-ku, tomoqni birlashtiruvchi yevstaxiy nayi kalta, keng va gorizontal joylashgan bo'ladi. Shuning uchun burundagi yallig'lanish, halqumdagi yallig'lanish tezda quloqqa o'tib ketadi. Shuning uchun biz bemorlarga bunday holatlarda birinchi navbat burundan nafas tiklash, ya'ni burundagi shishni oldini olish va quloqqa har xil dorilarni plikchalarda qo'yish, ya'ni tinchlantirish tarkibida agar nog'ora parda butun bo'lsa, hech qanday yiringli ajralmalar kelmayotgan bo'lsa, unda og'riq qoldiruvchi va spirt saqlovchi dori vositalar bor. Ularni plikcha holatda, ya'ni paxtada yoki bintda quloqqa qo'yib tinchlantiradi. Ya'ni o'tda issiq qilib og'riqni kamaytiradi. Bu bilan bir vaqtda ham halqumdagi, ya'ni tomoqdagi og'riq ham kamayadi. Asosiysi, masalan, men yana barchaga tavsiyam beraman, quloq og'riganda, ya'ni ko'krak yoshdagi bolalarda, yosh bolalarda quloq og'risa, birinchi navbatda faqatgina quloqga ahamiyat berish kerak emas, burunga ahamiyat berish kerak. Burundan nafas olishni tiklash kerak. Ya'ni burundagi shishni kamaytirish kerak. O'sha Rinaxil, Atrivin, shu shish kamaytiruvchi, qon tomir to'g'rituvchi dorilarni tomizish kerak. Faqatgina quloqga ahamiyat beradigan bo'lsa, u tuzalmaydi.
Endi siz ko'p yillik tajribaga ega shifokorsiz. Albatta bugungi davrni ham, kechagi kunni ham onalarimiz uy sharoitida qanday davolaganligini ham o'zingiz kuzatgan bo'lsangiz kerak. Bilasizmi, chaqaloqlarda burun bitish holati bo'lsa, birinchi navbatda momolarimiz sutingni sog'ib burniga tomiz deyishadi. Bunga qanday qaraysiz? Yoki uy sharoitida turli moylarni burunlarga tomizish. Bu qanchalik to'g'ri? Ba'zilar aytadi, ona sutida qand, shakar miqdori bor, u kerak emas, sutni tomizish mumkin emas deyishadi. Ammo momolarimiz esa biz 1000 yildan beri bajaramiz bu ishni, burun ochilib ketadi deydi. Endi burun ochilib ketishi mumkin. Endi sut bu nima? Bu tabiiy. Ya'ni sutning tarkibida har xil himoya qiluvchi vositalar bor. Immunoglobulinlar deydi. Bular ham momolarimizni bir tomondan to'g'ri burundagi yog'lanish, burundagi mikroblarni o'ldiradi va sut baribir og'iz halqumga tushadi. Endi quloqga sut tomizishadi. Bir tomondan nima? Organizmdan chiqqan sut issiq bo'lgani uchun ozgina og'riqni qoldirishi mumkin. Shu ta'sirga ega sutni. Endi ma'lum holatlarda men uni tomizmanglar deya olmayman. Bir xil holatlarda shunaqa tavsiya beramizki, burun qurib ketadi. Hozir ayniqsa uylarda konditsionerlar ko'p, bilasiz. Konditsioner havoni quritadi. O'z navbatida o'sha ko'krak yoshdagi bolaning burnini ham quritadi. Bu ham burunni qurishi ham burundan nafas olishga qiyinlashishga olib keladi. Faqatgina kattalarda emas, yosh bolalarda ham. Shuning uchun ma'lum holatlarda onalar sut tomizuvdim, burunni yaxshi bo'ldi deydi. Bu u tarkibidagi yog' moddalarini yumshatish natijasida burun ochilib ketgan bo'lishi mumkin. Bugun juda ham dolzarb mavzularda suhbatlashyapmiz va suhbatimiz so'ngida keling, viloyatimizda bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazdilaringiz va turli jarrohlik amaliyotlarini ham olib bordilaringiz. Viloyatda aynan bolalarda qaysi kasalliklar ko'p uchrayotganligini aytib o'tsangiz va bizni hozir chekka tumanlardan ham qabulingizga kela olmagan bolajonlarni ham ota-onasi kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Ularda bu holatlar kechayotgan bo'lsa, muhim tavsiyalaringizni aytib o'tsangiz, chunki har kuni ham sizlar poytaxtdan vohaga tashrif buyurmaysizlar. Bizning chekka qishloqdagi ota-onalarimiz ham har doim sizning yoningizga bora olmasligi mumkin, lekin qimmatli tavsiyangizga amal qilishadi degan umiddaman. 3 kun davomida juda ko'p operatsiya qildik. Asosiy kelayotgan bemorlarimiz ota-onasining so'zidan shikoyati nafas olishga qiynalishiga, shu og'zini ochib yotib, xo'rak ochishga, tez tomoq og'rib, kasal bo'lishga. Ya'ni ko'p bemorlarimizda adenoidlar, vegetatsiyasi, ya'ni o'sha halqum murtagini kattalashganligini aniqlaymiz. O'sha adenotomiya operatsiyasi o'tkazdik. Bu hozir Surxondaryo vohasida bo'lganimiz uchun hozir bu yoqda endi Toshkent shahar bilan yoki Sanpi Banisa bilan bu yoqda solishtirganimizda anginalar ko'p qildik bu yoqda. Ya'ni tanzilektomiya, tanglay murtaklarini surunkali yallig'lanishi, ya'ni surunkali tanzilit bilan kelgan bemorlar ham rosa ko'p bo'ldi. Tanzilektomiya operatsiyasini o'tkazdik. Burun to'siq qiyshiqligi bilan bemorlarimiz bor edi, ularni burun to'siqini to'g'irladik. Shunaqa bemorlar ko'p. Hozir yana bitta boyagi savolingizga qo'shimcha qilmoqchiman. Momolarimiz shu tomizadi degan narsaga ular o'sha vaqt davrga to'g'ri kelgan. Chunki hozirgi davrdagi, misol uchun o'zingiz aytdingiz, havoning ifloslanishi, infeksiyaning ko'payishi, allergik holatlarning ko'payishi, bolajonlarning shokoladga yoki muz fantakolarlarni ichishga ko'payishi. Bular hammasi nimaga olib kelyapti? Organizmning himoya kuchini pasayishiga, allergik holatning kuchayishiga va dorilarning ta'sirini pasayishiga olib kelyapti. Oddiy o'ylab ko'ring, uyda ishlatadigan kartoshka, sabzi, karamlaringiz ham ximiyada katta bo'lyapti. Bu hammasi organizmga toksik ta'sir qilyapti. Allergik jarayon kuchaytiradi. Bular hammasi o'sha bizlar bilan bog'liq, ya'ni lor, quloq, burun, tomoq kasalliklarini ham ko'p uchrashiga olib kelyapti. Har qanday holatda men tavsiya bergan bo'lardim. U sharoitda shu tomoq og'rigandan yoki o'sha burunga sut tomizish yo'q, tavsiya qilmayman. Nimaga desangiz, hozirgi kundagi infeksion allergik holatlar bilan oldingi davrdagi infeksion yoki bo'lmasa allergik holatlardan juda katta farq qiladi. Bemorda o'sha Habilim Sotilov aytganlaridek, shamollash virusning infeksiyasi doim yuqori nafas yo'lidan boshlanadi. Hech qachon bemorda tomoq yoki burun emas. Alohida emas demoqchiman. Tomoq burundan boshlanadi, yuqori nafas yo'lidan boshlanadi.
albatta shifokorga murojaat qilib shu burun ochadigan dorilar qilib burunni tozalash, sanatsiya qilish kerak. Burundan dimog'iga oqqan narsa tomoqqa zarar beradi. Birinchi sabab burun, u dimog'idan oqyapti, tomog'iga zarar beryapti. Tomoq og'riydi. Uni ham uy sharoitida chaysa bo'ladi, lekin uni ko'rish kerak. Bu virusli holatmi, bakterialni holatmi? Mutaxassis ko'rgandan keyin sizga protivirusni yoki bo'lmasa antibakterial, ya'ni kasallikka mos davo yozib beradi. Ota-onalarimiz uyda sirasi antibiotiklar birinchi kurs, ikkinchi kursni boshlab, keyin kelishib, ana undan keyin immun sistemani, qon shakli elementlarini juda pasaytirib yuboradi bular. Albatta mutaxassisga murojaat qilib, bemorning holatiga qarab, individual har bitta bemorga alohida yondashish kerak. Organizmning kurashuvchanligi ham o'lmasligi kerak. Xuddi shunday. Endi og'iz bo'shligiga tushayotgan infeksiyalardan yana bir eng yomoni bu stomatit. Stomatit sabab ba'zan bilinar-bilinmas isitma qiynaydi-da bolalarni. Va bu jarayonni o'zi ham bolani ancha immunitetini tushishiga sabab bo'ladi. Xohlaymizmi yo'qmi, farzandlarimiz maktabgacha ta'lim muassasalari, bog'chalarga borishadi, o'yinchoqlarni og'ziga solishadi, yerdagi narsalarni og'ziga solishadi va bu infeksiyalar albatta og'iz bo'shlig'ini zararlaydi. Mana shu stomatitni yuqumliligi haqida ham bir to'xtalib o'tsangiz. Stomatit bu shu og'iz bo'shlig'ida, ya'ni aftoz yaralarning paydo bo'lishi, stomatit bu asosan bu stomatologik kasallik hisoblanadi. Buni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin virusli kasalliklar yoki bo'lmasam antibiotiklardan keyin rivojlanishi mumkin yoki kontaktni, siz aytganingizdek, o'sha narsalarni og'izga solishi hisobiga bu yuqadi yoki yuqumli bo'lishi mumkin. Misol uchun bemorlar shifokorga murojaat qilganda mana bu bitta kichkinasini olib keladida, stomatit bo'ladi. 2 kundan keyin kattasini olib keladi. Bu yuqadi, bu yuqumli holat hisoblanadi. Bunda shu og'iz bo'shlig'ini sanatsiya qilib, immunitetni yaxshilaydigan immunomodulyator preparatlar gribokka qarshi, ya'ni zamburug'ga qarshi preparatlar qilib davolasak bo'ladi. Agar issig'iga 38 bo'lmaydigan bo'lsa, 37,5 bo'lsa, bu ham organizm himoya kuchi. Organizm o'sha tushgan infeksiyaga qarshi kurashyapti, u o'zini javob reaksiyasini beradi. Uni 2-3 kun kursatsa o'tadigan holat. 38 bo'ldi, undan oshadigan bo'lsa, обязательно unga yordam ko'rsatiladi. Ya'ni issiq tushiradigan dorilardan foydalansak bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, Surxondaryo telekanalida Shifo istab ko'rsatuvini kuzatib bormoqdasiz. Biz bugun ko'rsatuvimizga bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi Ezgulik manzili aksiyasida ishtirok etayotgan malakali mutaxassislarimizni ko'rsatuvimizga taklif etgan edik. Tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Habibillo Nusratullayevich hamda lor shifokor Sunnatullo Yusupov bugun ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ldilar. Ularga tashrif uchun, vohamiz ahliga bildirgan tavsiyalari uchun, vaqt ajratib kelganliklari uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Shuning bilan ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Unutmang, hech qayerdan sotib olib bo'lmaydigan xazina bor. Bu albatta salomatlikdir. Uni borida qadriga yeting. Ko'rishguncha omon bo'ling.